o'rtacha odamlarcha miyasi qotib qolganda, kinoplyonkadan olgan, kamerada olgan zo'r chiqadi. Lekin hozir iPhonening kameralari shunday kuchayib ketganki, kino olyapti-yu. Kino olinyapti. Odamlar просто Instagram bilan bu iPhone chiqishadi, Samsung bilan do'g'riyo atayin qilingan. Unda xaraj chiqadi. Bo'lmasa oyga oladigan, hamma sun'iy intellekt bilan обработка qilib chiqaradilar rasmlar. Hech reallik bo'lmaydi. Bu do'g'ri atayin biz beriladigan narsalar. Masalan, Samsungga oyga oladi, lekin u yerda sun'iy intellekt bilan обработка qilingan bo'ladi rasmlar. 100% один к одному chiqmaydi, chunki u yerda zoomi baland. Teleskopda ko'rsa ham boshqa bo'ladi, bu ko'rsa bo'ladi. Odamlarni o'ziga yoqadigan, o'zi ko'z o'rgangan narsani har doim kamera beradi. Hech qachon masalan realniy mana bu yerda qorani qora bermaydi. Oqni oq bermaydi. O'zini ko'ziga yoqadigan ko'rsatib beradi. Odam bu yerda потребительский ценности ham bor. Odamga o'zi kerak bo'lgan narsa emas, o'zi yoqqan narsaga pul tikadi. O'shaga rosa bu ham xuddi shunaqa. U ham biladi, o'sha yoqayotgan narsa shu ko'ziga yoqqanini beradi kameralar.